Assalomu alaykum barchaga. Ko'pchilik so'rashadi, aylanma pullik arzonrog'idan topib bering deyishadi. Mana hozir Xitoy zavoddan traktorni ham qiynamaydi uncha-bunchaga. Xitoydan olib keldik. 4 korpusli aylanma pullik. 3 korpusli bor. 2 korpuslisi bor. Keyin bu traktorda umuman qiynamaydi ham. 4 korpuslisini aytsak, 4 korpuslisi 70, 80, 90 kuchli traktorlar bemalol torta oladi. Mana bunisini 50-60 traktorlar. Mana bu 2 korpuslarni ham shu 50-60, 40 traktorlarga ham bo'laveradi. Endi bu haqida ko'proq ma'lumot berib o'tib ketaman. Ikkita pullik orasidagi masofasi mana 60. Pullikda stoykasiga kelsak mana stoykasi 50. Ikkita pullik orasidagi masofa 60, bu stoykasi 50. Atvallari 25 dan bo'ladi. Yer tagiga chuqurligi 25-30 cm kirib ketadi. Ham 2 korpuslisi bor, bu kattaroq lekin. Korpuslarni ham ko'rgan bo'lsalaring kattaroq, bu kichkinarog'i. 70, 80, 90 traktorlar bemalol tortib olib keta oladi. Ko'pchilik 4 korpusli bo'lsa o'ylanib qolishyapti hozir. Lekin undan o'ylanmay tortib keta oladi. Keyin mana buni videoga olsak mana birkasi kilogrammi ham 450 kilogramm. Yengil. Shu endi 3 korpuslisi bitta qoldi, bu ham ketib qolsa kerak. Mana 4 korpuslisidan 5-6 ta bor atak. Buni narxlariga kelsak, mana bu 4 korpuslisini aksiya qilib qo'yganmiz. 35 million sotilganda 30 milliondan qilib qo'ydik aksiyaga. Shu korpuslisini ham kelishtirib beramiz. 28 million. Mana 2 korpuslisi bor 21 million. Kelishtirib beriladi bu narxlar. Pastdagi telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar bemalol.